Agarda ushbu holat sizga tanish bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Chunki bugungi videoda men obunachilaringiz sonining oshishiga yordam beradigan, o'zim sinab ko'rgan 4 ta maslahatni beraman. Ushbu videodagi ba'zi bir narsalarni siz videoni ko'rib bo'lgandan darrov kanalingizda o'zgartirsangiz bo'ladi va siz darhol natija olasiz. Birinchi maslahatdan boshlaymiz. Tomoshabinlarni qayta yo'naltirish. Men Telegram kanalimda odatda YouTube kanallariga nechta videosini ko'rgandan keyin obuna bo'lasiz degan so'rovnoma o'tkazdim va eng ko'p ovozni 4 tadan ortiq degan variant oldi. Bundan kelib chiqadiki, odamlar kamdan kam holatda bitta videongizni ko'rib obuna bo'lishadi. Ko'p hollarda esa kamida 3-4 ta videongizni ko'rgandan keyin kanalingizga qo'shilishadi. Sababi oddiy, odamlar shunchaki obuna bo'lishni unutishadi. Hattoki videongiz ularga yoqsa ham. Lekin keyinchalik o'sha insonga YouTube sizning boshqa bir videongizni tavsiya qiladigan bo'lsa, o'shanda u inson kanalingizga obuna bo'lmaganligiga ko'zi tushib, kanalingizga obuna bo'lishi mumkin. Bunday holatlar uchun bizga konechniy zastavkalar yordam beradi. Shunchaki siz har bir videongiz so'ngida o'zingizni ikkinchi videongizni tomoshabinlarga tavsiya qilib o'tasiz va YouTube studiodan konechniy zastavkaga o'sha videoni belgilaysiz. Shu tariqa bitta videongizni ko'rish uchun kelgan odam sizni 3 ta 4 ta videongizni ko'rishi mumkin va obuna bo'lish ehtimoli yanada oshadi.